Mikrorayon hududidan 4 xonalik plus holi bilan uyimiz sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar va hurmatli bizning kuzatib boruvchilar. Mikrorayon hududi 7-poliklinikani qarama-qarshisida 4 xonalik uyimiz sotuvga chiqyapti, plus holi bilan. Kirganimizda chiroyli prixожий mebel, hol qismimiz, sanuzorlar alohida-alohida, bolalar yotoqxonasi, oshxona qismimiz, ikkita yotoqxona va katta mehmonxonamiz bo'lyapti. Uyimiz yotoqxonani ichiga o'zini garderoblari bilan chiroyli neoklassika remonti bilan bo'lgan. Mana bu ikkinchi yotoqxonamiz. Bu ham xuddi shunday, o'zini ichiga garderob bilan. Sanuzor, alohida hojatxona, kattagina va alohida dushlik bo'lyapti. Remontni qanday chiqqaniga bitta kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib keting. Bolalar yotoqxonasi, bu yerda esa oshxona qismimiz, barcha mebel texnikalari bor. Ajoyib stol stullari bilan hol qismimizga qaytamiz. Va eng oxirgisi bu mehmonxona qismimiz. Mehmonxonamiz двухзонный bo'lyapti. Mana bu tomonimizda uголок televizor qo'yilgan, bu tomonimizda esa stol stullar qo'yilgan. Turetskiy Samarqand shahar mikrorayon hududi 7-poliklinikani qarama-qarshisida 10 qavatli novstroykamiz 5-qavatida 4 xonalik plus holi bilan 110 kvadrat kadastr hujjatlari bor, liftlari bor. Narxini 1.5 ming ahvolda deyapmiz, yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, past raqamni qoldirmay, bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Iloyim hammamizga mana shunaqa uylar olish nasib etsin. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'lingizlar. Siktiringlar.